Bugun 2025-yil 12-aprel 10-yanvar kuni ekilgan bolgarskiy ko'chatlarimiz 10-mart kuni bozorga chiqqan birinchi terimimiz. Bugun xudo xolasa 6-terimni qilamiz. Bu bolgarskilarimizga berilayotgan ozuqalari. Xo'p, o'tgan safar terim qilganimizdan keyin ertasiga yat sepib chiqdik. Jaguar, shiraga Radiant sepdik. Shiraga Jaguar sepdik. Tripsga lazerga o'xshagan shuni zaminash, yana qanaqadir nimasi bor ekan, Radiant degan. Undan sepdik lazerga. Lazerning o'rniga. Xo'p, o'rgimchakkanaga abalon sepdik kley qo'shib. Bu safargi bolgarskiylarning holatlari juda ham zo'r. Ko'z tegmasin. Nimada yoqdi, ishqilib holatlari zo'r bo'ldi. Katta bo'lgani 3 kun oldin tersa bo'laveradigan bo'luvdi-da. Mana keyingi hosil ushlashlari ham yaxshi, bo'yiga ham ancha cho'zilyapti. Ularning ustiga kecha setka yopdik, oxiriga yetkiza olmay qoldik, ozgincha joyiga. Qolgan joylarni hamma joylarni xotirib chiqdik. Xo'p, setkani kuyishni boshladi. Bitta uchidan kichkinalari, bittasi kuyganda sal ranglari o'zgarib qoldi. Setka yopmasak baribir qiynaladi. Shuning uchun setka yopdik. Ozuqalariga keladigan bo'lsak, o'tgan safar bitta terimdan keyin 2 marta oddiy suv berdik. Har cherezdan berilyapti. O'shanda ham qurib qolyapti yerlar. Bergan ozuqalarimiz mana fosfat kaliy 1,5 kilo, yarim kilo Nutrient Plus, 1 kilo Nutrient Plus, yarim kilo magniy sulfat, yarim kilo magniy nitrat. Temir bor edi, temir qo'shdik, lekin yantar bilan bor yo'q edi, yop qoldi. Shuning uchun qo'sha olmadik undan. Tak doimiy qo'shamiz yantar bilan bordi. Mana shu rosa ko'p so'rashadi mendan, suvni necha kunda qo'yaylik, qanaqa bo'lsin deb. Mana yeri, lekin namligi yuqori, nam. Bunga hozir uje suv qo'shib boshlaymiz. Kechadan avval kuni qo'yilgan. Bir kun o'tib, uje ikkinchi kuniga mana shu holatga kelib qo'yapti. Bunday qilganda, agar shu holatda bo'lsa, suv qo'yish kerak bemalol. Endi kim qanaqa suv qo'yayotganiga bog'liq. Birdaniga ko'p qo'yib bo'ktirib ham bo'lmaydi. Biz doimiy sal ko'paytirib borsa, shunda yaxshiroq bo'ladi. Ustidan sepayotganimiz kemera, selitra, yantarniy, borniy, temir. Setka yopganimizga ustiga barglari ham hammasi tepaga qarab turibdi. O'zi aslida shunday holatda turadi. Xudo xolasa ko'ramiz. Bugungi kechagi safar 610 kilo chiqqandi. 4 mingta ko'chatdan 10 sotidan. Endi bu safar xudo xolasa undan ham ko'proq chiqsa kerak deb o'ylayapmiz. Chiqqani yo'q. Bolgarskiylarni terib, upakovka qilib,
Hozir topshirib bo'ldik. Bugun sal ertaroq keldi. Har safar narxini ayting, narxini yozing deyishardi hamma. Постоянно oxiriga qolib ketardi narxi. Chunki kech keladi. Narxini oxirida narxini o'zini bo'la yana video qila olmayman. Narx bolgarskilarning terimlarini qilib, bugun narx bilmayman sakradi pastga qarab. 36 ming bo'pti bugun. Bugun 36 mingdan 684 kilo chiqdi bugungi terim. Qolganlari endi maydalari qoldi. Xudo xolasa maydalari ham keyingi haftaga yaxshi bo'lib qoladi. Asosan mana shu 3 ta tiplislar rosa bo'yiga qarab cho'zilib ketdi. Nariyoqdagi 4 ta tiplisa hali pastroq bo'ylari ham hali kichkina ancha. Ularga endi rosa harakat qildik bo'ylarini o'stirgani. Kalsiy berdik, Nutrient Plus berdik. Kecha safar mana kaliy fosfat bilan Nutrient Plus shulardan berdik, oziqalardan. Mana qolgan holatlari. Qolgan mana shunaqalari. Endi keyingi nimalarga kattaroq bo'lishga. O'zi ko'p qoldirmasa ham bo'laverar ekan, chunki 2 marta, 3 marta ko'rdik, boshimizdan o'tdi. Srednisini qoldirsak, unaqa katta bo'lmagan, ham ko'payganga o'xshamaydi. Biz nima qildik? Srednilarni terdik, hammasini shu o'zlari standart qancha aytsa o'shandan qilib terib chiqqan bo'lsak, naborot, mana shunaqa qolgan maydalari ham, shunaqa kichkinalari ham va shu zo'r katta bo'ldi bir hafta ichida. Mana eng oxirlari ustiga setka olib qo'yganmiz. Quyoshdan kuymasligi uchun teplitsalarning ustiga faqat ko'ndalagiga teskari qilib yopganmiz. Oxirigacha yetmadi endi. Kecha habitdan keyin yopishni boshladik-da. Hamma tomonni qilib chiqdik, mana shu bir tomoni qolib ketdi setkalarni. Bugun 6-terim. Narxlari 36 mingdan 684 kilo chiqdi bugun.